Bilasizmi, bir narsani o'ylayman. Nimaga ilgari oddiyroq yashardik-ku, lekin ko'proq quvonardik. U paytda texnologiyalar bu qadar rivojlanmagan bo'lsa ham oddiy narsalardan baxt topib ola bilardik. Misol uchun, kirni qo'lda yuvardik, gilamlarni kosada. To'g'ri, bel og'rirdi, charchardik, lekin ko'piklar bilan o'ynab xursand bo'lardik. Yana eslasangiz, mahallada faqat bitta uyda telefon bo'lardi. Nimadir zarur gap bo'lsa, o'sha uyga borardik. Bir-birimiznikiga tez-tez borib turardik. Samimiy suhbatlar, bir xona to'la odam, qiziq gaplar, kulgu, tabiiylik, shu oddiylikning o'zida rohat bor edi. Keyin bitta mashinaga 6-7 kishi bola-chaqa bilan chiqib, yopishib, siqilib, qiy-chuv qilib ketardik. O'shanda yo'lning o'zi bayram edi. Bugun esa kirni mashina yuvadi. Telefon hammamizda bor, ammo qo'ng'iroq qilishga vaqt yo'q. Video qo'ng'iroqlar bor, ammo iliqlik yo'q. Endi mashinalar anchagina insonlarda bor, ammo yonimizda hech kim yo'q. Mehmonga borish o'rnini esa onlayn muloqot, onlayn taklifnoma, onlayn to'yini egalladi. Har kimning hayotida minglab tanishlari bor, lekin baribir hamma o'zicha yolg'iz. Hamma o'zi bilan o'zi. Qulaylik ko'paydi, ammo mehr kamaydi chog'i. Muammo texnologiyada emas, ularni bo'lgani yaxshi. Muammo bir-birimizga yaqin bo'lishni unutganimizda. Baxt bir piyola choy ustida suhbat qurishda, ota-onani ko'rgani borishda, farzandlaringizni o'sib borayotganini kuzatishda, yaqinlarimizni holidan xabar olishda, umuman oddiy narsalarda. Shuning uchun zamon qanchalik o'zgarmasin, qulayliklar qanchalik ko'paymasin, inson o'z insoniyligini yo'qotmasligi kerak. Chunki texnologiya o'rnini texnologiya bosadi, telefon o'rnini telefon bosadi. Inson o'rnini esa hech narsa bosa olmaydi. Xayrlashmadiga, ko'rishguncha.